Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga inson haqli qabul qilmaydigan osmonasiya siyosati yurgizayotgan va maktablardan Uyg'ur tilini tamoman siqib chiqargan Xitoy hukumatı boshqa turk davlatlarga osmonasiya siyosatini yurgizishga boshladi. Xabar qilinishicha, Xitoy bosh elchisi Qozog'iston Ma'rif ministrligiga Xitoycha besilgan va Xitoy tunishtirilgan 27 million 500 ming tenge qiymatida kitob i'ona qilgan. Qozog'istonning sobiq prezidenti Nazarboyev Xitoy ziyoratidan keyin o'tgan yili 1 dekabr Nazarboyev maktabining o'quvchilarining Xitoycha o'rganish kerakligini aytgan. Onundan başqa Türkiye'nin Gaziantep şəhəri Nizip nahiyesinde Türkiye Xitoy Dostluq Vakfı'nın qo'llashi bilan Xitoy madaniyatini tonishtiradigan kitob va rasm ko'rgazmasi o'tkazilgan. Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdulil Qarqash xalqaro jamiyatni bo'libmi turk davlatlarini Xitoyning osmonasiya siyosatiga qarshi ogohlantirdi. O mundaq dedi: Xitoy dastlabda Sharqi Turkistonga xuddi qullarga, xizmatchilarga va saxovatchilarga o'xshash kirgan edi. Biz turklarning mehmondostligi ularning davlatimizga kirishiga va keyincha ishg'ol qilishiga sabab bo'ldi. Xitoyning shaytonlarcha osmonasiya siyosatining ziyonkashligiga biz uchirdik. Sizlar uchirmanglar. Xitoyning dastlabda atalmish xizmat va saxovat bilan kelishi butunlay ko'z bo'yash va aldash uchundir. Xalqaro jamiyatning Xitoyning osmonasiya siyosatiga qarshi va Sharq Turkistonda qilgan va qilayotgan zulmlarga qarshi tik turishga, birlik ichida harakat qilishga chaqiraman. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlarni xohlagancha qo'lga olib yig'ib olish lagerlari qamashiga qarshi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining cho'ng yig'inida tirishchilik ko'rsatadiganligini bildirdi. Kansas Davlat universitetida nutq so'zlagandan keyin muxbirlarning savollariga javob bergan Pompeo Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatini to'xtatish jihatda Amerikaning rolining yetarli bo'lmayotganligini aytdi. O sentabrning 3-haftasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining cho'ng yig'ini ichilganligini bildirdi. Va biz bir qator yig'inlar orqali Uyg'urlarning qo'yib berilishiga bo'lgan orzuyimizni boshqa davlatlarga yetkazib qoyil qilishga tirishimiz dedi. Kanadalik Alba muxbir Olisi yazıcı Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini lagerlarga qamab, qo'rqitib, kimligini unutuldirish va kuchlanishiga qarshi turish uchun besim qilayotganligini ko'rdim dedi. Uyg'ur akademiyasi tarafidan Fatih Sultan Mehmet Universiteti Topkapi sho'basida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Olisi yazıcı Xitoyda ko'rganlarini va Sharq Turkiston haqidagi ta'sirotlarini bayon qildi. U o'zining cho'chib ketganligini bildirib mundaq dedi: "Ko'rganlarim sababli sarang bo'lay dedi. Bak hayron qoldim. 21-asrdagi kishilarning qo'liga o'xshash lager va turmalarga qamalganligini ko'rishni kutmagan edi." Hong Kongda Xitoyga o'tkazib berish qonunining amaldan qoldirilganligi e'lon qilingan bo'lsa-mu, lekin namoyishchilar faoliyatlarini to'xtatmaydiganligini e'lon qildi. Hong Kong bosh ma'muri Carrie Lam oldingi kuni Hong Kong parlament a'zolari va Xitoy xalq qurultiyi vakillari bilan o'tkazgan yig'inda talash tortishga sabab bo'lgan jinoyatchilarning Xitoyga o'tkazib berish qonun loyihasini qaytarib olganligini e'lon qilgan edi. Carrie Lam namoyishchilarning bir talabini qondirgan bo'lsa-mu, lekin namoyishchilar buning bek kechikkanligi va bek oz ishkanligini aytib, faoliyatlarini davomlashtiradiganligini bildirdi. Namoyishchilarning boshqa talablari bo'lsa, namoyishchilarning isyonchilar deyilmasligi, qo'lga olingan namoyishchilarning qo'yib berilishi va Hong Kong xalqining o'zini saylash huquqiga ega bo'lishidan iborat. Amerikada Donald Trump hukumatining qabul qilingan musofir soniga chek qo'ydiganligi ilgari surildi. New York vaqti gazetasining Oqsaroydagi 2 nafar amaldorning so'zlarini naql qilib bergan xabarda Trump doiralarining ochliq, urush va siyosiy besimlardan qochib, Amerikada panohlik tilgan musofirlarga doir belgilamaga tuzitish kirgizadiganligi ilgari surildi. Xabarda yaqinda ichilgan yig'inlarda bir amaldorning jiddiy ahvol bo'lmagan ahvolda musofir qabul qilmaslik haqida taklif berganligi. Uningdan boshqa yig'inda Amerikaga qabul qilingan ko'chman sonini 10 ming bilan 15 ming orasida cheklash taklifimi o'tirg'i chiqqanligi bildirildi.